Mana bugun Xudo xolasa asallarni qayerga qo'yishimizni ko'rsatib o'tib ketaman. Shu Chirchiqda, Troskiyda, Bo'ston sanatoriyasining tepasida kanal bo'yi tomonda joyimiz bor. Shu tomonga qo'yish niyatimiz bor. Shuni ko'rsatib o'tib ketamiz hozir. Mana biza Bo'ston sanatoriyasining orqasi. Mana biza asallarni qo'ymoqchi bo'lgan joy. Onda Kotikon kanali o'tgan. Bu yerda mana ochiq joy bor ekan. Naryoqda devor yonida ochiq joy. Shax qo'ysak bo'ladi. Yoki mamutga ham qo'ysak bo'ladi. Yog'iga o'zi turib qo'yib tashlashgan. Bu yerda bitta joy, keyin naryoqda ham bitta joy bor ekan. Kanalga ja unaqa yaqin emas, lekin shunaqa hozir 3 ta joy bor. Ko'rib chiqamiz. Quyosh to'g'ridan to'g'ri tushadi. Mametga ham qo'ysak bo'ladi. Yoki mametga ham qo'ysak bo'ladi. Joy biz o'ylaganchalik, men o'ylaganchalik unaqa zo'r emas ekan. Egalarining o'zlarining rejalari bor ekan. Qo'y boqaman deyaptilar, nasib qilaman deyaptilar. Gaplashsam, ehtimol bilan yaqin qo'y olmaymiz. Endi asallarni qo'yishga boshqa joy. Yana bitta joyimiz bor. Xudo xolasa shu joyi borib endi ko'rib, egasidan gaplashib ko'ramiz. Agar o'xshasa, shaqqa borib qo'yamiz. Endi bu qo'ymoqchi bo'lgan joyimiz menga sal uzoqlik qiladi. Borib qatnab asallarni ko'rishga boshqa iloj ham qolmayapti. Shunga ko'ramiz. U joyga ham bir vaqt topib o'tib kelamiz nasib Xudo xolasa.